Menimcha seni kulishing men ko'rgan kulgular ichida eng dahshatlisi bo'lsa kerak. Barcha qo'rqinchli filmlarda. E'tiboring uchun men endi Viktor bilan ishlaganman. Shundaymi? Bu kulgu menga bir narsa qiziq. Pennywise rolidagi kulguda qanday sir yashiringan yoki sen buni oldin ham bilarmiding? Umuman olganda bu ajoyib bo'lgan. Meni katta akam Gustav, u ham aktyor bo'lib ishlagan. Uni bir qobiliyati bo'lgan. U labini qo'rqinchli qilib oldinga chiqarib bizni qo'rqitardi. Va keyin bilmadim qayerdandir shu narsani men ham qilib ko'rishim kerak degan maqsad kelib qolgan. Men o'shanda 10 yosh edim va men bunday. Dahshat. Kameraga qarab qil. Uchinchi kameraga qarab. Uchinchisigami yaxshi? Men Yo degan ismli personajni o'ynashim kerak bo'lgan o'shanda. Bu shvedcha ism. Men futbolkamni tepaga ko'tarib, boshimni oxirigacha berkitib, faqatgina yuzimni o'zi ko'rinishi kerak bo'lgan. Sen faqatgina yuzingni ajratding. Va men yuzimni mana bunday qilib, va keyin akamni ustiga sakrab yubordim. Sen uni ustiga sakradingmi? Ha, u qo'rqib ketdi. Xo'sh, hozir akangning ishlari yaxshimi? Ha, hammasi joyida.